Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Vaholanki bugun bozorga chiqdik mana. Kanareyka, bedana, sabziga, karelan, erashga ham yo'qqa bor. Tepada qimmat donlardan ham kelgan. Xo'p, bunisi 50 ming, bunisi 60 ming. Mana 40 ming qilib beryapti. Obunachilarimiz uchun 150 sotyapti, 130 qilib beryapti. Manitoba kelgan bulbullarga 70 ming bu. Bedanalarga, Italiya bedanalariga ham kelgan. Ko'pchilik startni o'ylaydi, ammo startlar bo'ladi. Startni deb o'ylaydi, ammo startlar bo'ladi. Bedana Italiya bedanalariga 90 ming chiqarilgan, obunachilarimiz uchun 80 ming qilib beramiz. Demak, kam o'tib beryaptilar deydiganlarga, ularga o'zi hech qancha qo'yilmaydi donlarga. Bozorda tarozi 4 ming so'm sotilyapti. Obunachilarimiz uchun 3,5 ming so'm qilyapti. Kelaverasizlar. Aynan sizlar uchun obuna bo'lib, like bosishdan chiqmasin. Yaqinlarga tarqatib qo'yamiz.